shunaqa ediki, bundan bir necha yillar muqaddam Yunusobod tumanida ijarada turardik. Bizni shu oilamizni orqasida axlatxona bor. Mamlakat axlat tashkiliga joy. 4 yil yashadik shu uyda. Shu axlatxonada 4 yil ichida 5 ta bomsh har kuni keladi. U Ramazon bo'lsin, yangi yil kuni ham keldi-da. Bittasi pul topib keladi. Ular vino maromogil aroq qiyib, vino olib berishadi. Va bu yaqinligidan azbaroyi ko'rinib turadi-da. Ular stakanni qo'yishadi mana shu temir ustiga. Bir xil qilib qo'yishadi. Va ichishadi. Har bir bittasi pul topib keladi. Hammasidan bittasi pul topib keladi. Va 4 yil ichida men ularni biror marta urushganini ko'rmadim. Biror marta urushmadim. Va bir kun o'sha kichkina bolamga nimadir dedi bittasi. Men tushdim-da, uni san haqorat qilgandek bo'ldim. Shunisi 5 tasini tashladim. 5 tas. Va bu juda katta bir falsafa sifatida meni hayolimda qoldi. Bu miyam bir chetda turgan bir paytda oradan yillar o'tib, ma'lum bir ta'lim muassasasida ishlashga to'g'ri keldi. O'sha ta'lim muassasasida ko'p ham ishlamadik. Lekin bizdan ham kam ishlagan ikkita odam bor. Bu ikkita professor bitta kafedrada bir oy ham ishlagan. Men 5 ta bomsh 4 yil bir marta ham urushmayapti. Lekin ikkita professor bitta kafedrada bir oy ham ishlamayapti. Bu fojiamizda bizni, juda katta fojiamiz. Bugun hozir asosan oldi qatorda ziyoli qatlam o'tirgan bir paytda o'zbek jamiyatining eng oddiy odamlari. Muhammad Ali ustozni anchadan beri aytgan gaplari o'sha bitta guruhda tuzilgan Telegramda bor. Ko'rinmay ham ketgan, pastga tushib ketganlar. Chang bosib yotibdi. Undan keyin o'zlari ham bitta guruhga qildilar. Ma'lum bir fikrlarni audioda yozib tashlab qo'ydilar. Men boya kirib ko'rdim. Ancha oddiy eshitgan ekanman audiolarni. 5 minutlik narsa tashlagan ekansiz, eshitmayapman. Ichida balki hozir eshitgan gaplarimiz bordir. Bundan ozgina yillar muqaddam